Assalomu alaykum. Sizlar zo'r mashina ko'rsatamiz, qaranglar. 7235 kilometr yurgan mashinamiz. Nexia 2, lekin Nexia 1 sonrasi motor turibdi. Nexia 2 ni boshlanishi, Nexia 1 ni tugashi 7200 kilometr turibdi. Hech qanday hali ko'p nima yurmayapti. Yani Abxatkada endi chiqqan mashinamiz. Motorlarni ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga hozir. Mana hamma 100% radno. Mana. Sonrasi tramblyor, lux konditsioner ham bor. Mana o'zini changida turibdi. Mana hammalari radnoy, chotki bo'lib turibdi. Ko'rishingiz mumkin, mana 2008. Bu o'zi Nexia 2 bo'lgan bilan motori Nexia 1 sonrasi motori. Mana ko'ribsiz, tramblyor. Nexia 2larda уже gibrid bo'lib chiqqan. Burada hali tramblyor mana. Hammalari radnoy. 7200 km turibdi. O'zini bolalarda turibdi. Zo'r mashina, zo'r saqlangan. Bir yerda turgan. Mana hamma narsasi o'ziniki, bir akkumulyator qo'yilgan. Mana ahvolni ko'ring. Mana gaz bosqani. juda zo'r saqlangan. Hamma mana o'zini radnoy balonlari. Bolalar turibdi. Mana shu vaqtda yuradigan bolalar. Ahvol juda ham zo'r. Yaxshi. Yaxshi. Küçük köpek.